Veb sahifa yaratish asoslari. Amaliy mashg'ulotning 8-darsi. Bu darsda bloklar yaratish va bloklar asosida hujjatning strukturasini belgilashni o'rganib chiqamiz. Bundan tashqari identifikator va klassifikatorlarni ishlatib ko'ramiz. Barcha undan oldingi darsda yozilganlarni o'qitishimdan men kerak emas. Va blokni yaratib ko'raman. HTMLda div degan tag bor. Aynan div blok yaratib beradi. Hozir hech qanaqa blok ko'rinmaydi, faqat ichidagi ma'lumot. Endi blok bor ekan, har bitta blokga eni, balandligi va turish joyi ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Eni qattiqligi 300 piksel. Balandligi 100 piksel. Ko'rinishi uchun rangini beraman. Mana birinchi blok yaratildi. Bir nechta blok kerak bo'ladigan bo'lsa, shunaqa divlardan ko'paytiriladi. Endi blokni joyini o'zgartirish uchun, turgan joyini o'zgartirish uchun margin ishlatsa bo'ladi. Margin left chapdan qancha masofa tashlash kerakligi beriladi. Masalan 50 piksel. Shunda yaratilgan bloklar 50 pikselga surildi. Pastga qarab harakatga keltirilsa, margin top ishlataman va mana orasida masofa paydo bo'ldi. Margin bu tashqi palada hisoblanadi. Yo'qotib qo'yganim ma'qul. Hozir div orqali hammasiga kattalik berildi, rang berildi, bir xil rang bo'lib qoldi. Holati ham, o'sha turgan holati ham bir xil bo'ldi. Endi har bittasi bilan ishlanadigan bo'lsa, har bittasiga boshqa rang, boshqa kattalik beriladigan bo'lsa, ID ishlatish kerak. ID bu endi identifikatsionniy nom bo'lyapti. Blok ikkinchi blok, uchinchi blok. ID ishlatilgan bo'lsa, ID nomi reshetka orqali yoziladi. Blok 1
Razmiyatlarini boshqacha qilib beraman. Nuqta virgulni esdan chiqarish kerak emas. Mana blok 1 o'zini razmeri, o'zini rangi bor, qolganlari esa shu divga berilgan parametrlari bilan ko'rsatilyapti. Qolganlarini ham razmeri boshqacha, ranglari boshqacha bo'ladigan bo'lsa, har bittasiga o'zini razmerlari, o'zini ranglari beriladi. ID hech qachon takrorlanmaydi. Har bitta ID nomi har xil bo'lishi shart. Identifikatordan tashqari klass degan bor, klassifikatsiya. Bu gruppalarga bo'lishga imkon beradi. Klassifikatsiya yordamida gruppaga bo'lib turib, yozilgan parametrlar bitta miqdorga, bitta obyektga nisbatan emas, bir nechta obyektga nisbatan yozilgan parametrlarni qo'llasa bo'ladi. Masalan, klassifikatsiya orqali bitta gruppaga ikkita blokni joylashtirdim va klassifikatsiya bilan ishlaydigan bo'lsa, ikkita blok chapdan o'ngga qarab surildi. O'zi 50 idi shundoq. Onun için 550 bo'lganimizda mana bitta o'zi surildi. Sabab klassda ikkinchi klassda bittagina yashil blok ishtirok etyapti. Klassifikatsiya va identifikatsiyani nafaqat bloklarga nisbatan, balki boshqa taglarga nisbatan ham ishlatiladi. Sarlavha sarlavha 1 va sarlavha 2. Sarlavha 1 rangini qizil
yozib o'tmoqchiman. Qizilga aylandi. Sarlavha kini bo'lsa, rangini ko'k rang. Endi bitta qator yoki bitta obyektga nisbatan qanaqadir o'zgartirishlar kiritaman desam, ID beraman. Nomini beraman va shu nom bilan ishlayman. Bitta gruppaga nafaqat bitta turdagi tag kirgan bo'lishi mumkin, balki boshqa taglar ham bitta gruppada ishtirok etadi. Bloklar bilan ishlashga qaytaman. Bitta blok ichida boshqa bloklarni ham yaratsa bo'ladi. Blokga ham nom berish kerak. Endi nomini shunaqa berish kerakki, keyinchalik o'zimga tushunarli bo'ladigan qilib nom berish kerak. Mana katta blok ichida bitta kichkina blok yaratdim. Agar buni ichiga yana boshqa bloklar kerak bo'ladigan bo'lsa, ularni ham yaratib ketiraman. Umuman bloklarni yaratayotganda doim tepadan pastga qarab blokni terilaveradi. Yonma-yon yoki bitta qatorga qo'yaman desam, float bor. Va floatda left va right ishlatiladi. Uchalasiga float left qo'yib chiqsam, bir qatorga teriladi. Mana shu bir nechta CSS kodining yordamida xohlagan turliga murakkab bo'lmagan strukturani yaratsa bo'ladi. Keyingi darsda endi murakkab bo'lmagan sodda ko'rinishli maket yaratib ko'ramiz.